ئەنگىلىيە پارلامېنتىنىڭ ئاۋام پالاتا ئەزالىرى 22 aprel bilet tashlab, birdek ovoz bilan Xitoy ھۆكۈمىتىنىڭ Sharqi Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini ىرقىي qirg'inchilik deb e'lon qilgan. Qarar loyihasi 22 aprel ئەنگىلىيە avam palatasida munozir qilingandan keyin palata a'zolarining hammasining birdek qo'llashi bilan ma'qullangan bo'lib, qarar loyihasida Sharqi Turkiston rayonidagi keng ko'lamli kishilik huquq dafsandichiligi va insoniyatga qarshi jinoyat ayblangan. Qarar loyihasi munozirga qo'yilganda konservativ avam palata a'zosi Nusrat G'ani so'z qilib, Uyg'ur elida irqiy qirg'inchilikning barliq ifodalarining yuz berganligi, buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish kerakligini ta'kidlagan. Parlament a'zosi Yasin Qurayshi mundaq dedi: "Bugungi bilet tashlash cho'qim burilish nuqtasi bo'lishi kerak. Hech kim Sharqi Turkiston rayonidagi dafsandichilik qilmishlarini inkor qila olmaydi. Bunun bilan Angliya, Amerika, Kanada, Gollandiyalardan keyin Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb tonigan 4-davlat bo'lib qoldi." Amerika ھۆكۈمىتى Beyjingda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022-yillik qishliq ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىگە ئەمەلدارلارنى ئەۋەتمەسلىككە چاقىرىلغان. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti bu vaqtdagi chaqiriqida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tilga ilib, Beyjingga diplomatik besimni davomlashtirishni va ئولىمپىك تەنھەرىكەت musobaqasiga rasmiy amaldor ئەۋەتمەسلىكنى tavsiya qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden hökuməti bu yılның başında Amerikalik tənhərəkətçilərinin Beyjing ئولىمپىك musobaqasiga qatnashishni to'sish planı yo'qligi haqida signal bergan. Aqsaray bayonotchisi mushu oyning başında o'zlarining Beyjing qishliq ئولىمپىكini boykot qilishni o'ylashmaganligini bildirgan. Halbuki bir qism parlament a'zolari va faoliyatchilarning tənhərəkətçilar musobaqaga qatnashish, ammo hukumat vakillari yiroq turish to'g'risidagi chaqiriqi kun sari kuchaygan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti yillik dokladida yana Washingtonni Xitoyning ba'zi organlari va amaldorlarga qaratilgan jazolarini davomlashtirishni tavsiya qilgan. Xitoy Avstraliyaning bir balvoq bir yo'l tashabbusi ostida Viktoriya shtat hukumati bilan Xitoy o'tirsida imzolangan ikki hamkorlik kelishimini bekor qilganligiga inkos qaytirdi. Agar bu qaror qaytarib olinmasa, buningga qattiq javob qaytaradiganligi ta'kidlandi. Xitoy matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Viktoriya bilan Xitoy o'tirsidagi ikki hamkorlik kelishimi bekor qilingandan keyin Avstraliyaga qattiq norozilik bildirgan. Wang Avstraliyaning qararini allaburun jiddiylashgan ikki davlat munosabatini texmi nacharlashtiradigan chekinish deb tasvirlagan. Xitoyning texmi ko'p javob qaytarish huquqini saqlab qolganligini ifodalagan Wang Yinbin Avstraliyaning bu qaroridan voz kechishiga chaqirgan. Avstraliyada federativ hukumat oldingi kuni Viktoriya shtatining Xitoy, Iran va Suriya bilan bo'lgan 4 kelishimni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya bilan Ukraina o'tirsidagi jiddiy vaziyat va navbatdagi vaziyatni baholadi. U Amerikaning Rossiya tarafining chegaradagi askarlarini chekindirganligi va bu sohadagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlarga yaqindan diqqat qiladiganligini va ularning Ukraina doiralari bilan izchil aloqada ekanligini bayon qildi. Bayonotchi biz Rossiya amaldorlari bilan bo'lgan barliq aloqamizda ularni rayondagi jiddiy vaziyatning kuchayishidan saqlanishga va ishg'ol qilib olgan Qrim va Ukrainaning sharqidagi harbiy qurilmalarni o'z ichiga olgan Ukraina atrofidagi tajovuzchilik harakatlarini darhol to'xtatishga chaqirdik. Biz bu jarayonni yaqindan kuzatib dedi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu Rossiyaning janubiy va g'arbiy harbiy rayonlaridagi askarlarning manevrining oxirlashganligini va askarlarning chekinganligini e'lon qilgan edi. Xitoy virusi yuqumi tez tarqalgan Hindistonda yaqinqi 24 soat ichida 314.835 yuqumlanuvchi bayqaldi. Shuning bilan birga virusning Hindiston variantining texmi tez tarqaydiganligi mo'ljallanadi. Hindistonda yaqinqi 24 soat ichida xotirlangan yangi Wuhan virusi bilan yuqumlanish soni rekord yaratdi. Səhiyyə Ministrliyi Peyşənbə günü e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, yaqinqi 24 soat ichida 314.835 yangi Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar xotirlangan. 2100 dan ortiq odam qazo qilgan.
Amerika John Hopkins Universitetining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, yuqum boshlangandan buyon hech bir davlatda kunlik yuqumlanuvchi soni bundoq ko'p bo'lmagan.